Yok, akı başında boş. Şunu başında boş. Sen muhaman ayakına yürüyün, alma bağını görürsün, meyve döküp attı. Görürsün, muhaman ayakına barıp görün. Ha karanlık bu. Yok yok, barıdı. Siz mağara Mustafa, siz için alamazsanız bu şarı kumu teynadın su barıp tuttu. Yürüyün yap bana mayın. Aşağıda su yok o zaman açmakın gerekmedi sıra. O şarı kumu teynadın hem bir su içken. Niçin muhaman ayakındaki bağla su içmezdik gerek yakın? Bağla kur yok. Ben şu kısmına kurulum, ben de bir hangi lafı. Sen kula bu. Ya elleri attı tap takır. Mesela o şarı yapına geçip tuttu. Yine geldiksek abi bize. Civandıram geçip tuttu. Beşteğem geçip tuttu. Bizlerden su yok. Bu anı muhama için vermedik buna ya su. Bu anı muhama için. Bu anı muhama ne tutsan da sen ver bir. O şarı olmayın bize. Hem muhtak tuttur o şarda. Yine şu da tutmuş. Bir o şara iki kere, iki yarım yere lan. Başka Kapazara karamda iki yarım metre kette caydı. İçel ahalım, içe gider yer baba bize de. Ziyadeti. Su vermeyindir payında muhamana. Vermeyindir. Muhamada su yok, vahşi. Yap ya elleri attı tap takır. Mesela o şara yapına geçip tuttu. Yine geldiksek abi bize. Civandıram geçip tuttu. Beşteğem geçip tuttu. Bizlerde su yok. Bunu mehkemete zamazamaz hem de mehkemetin bizlerden gerekmiyor. Koşaram vermeyin ki misal civandıram vermeyin, beşteğem vermeyin. Su belirlenen olsa edillik Vermeden olsa hem neye verin. Bölüp. Samarkana vurdu kuyruk kaldı. Başkasına etmek gerekmiyor. Hem de tap takır yapın. Assalomu alaykum. Mana endi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Abdulla Sabirov. Men Teskari media kanalining admini. Mana yana bundan tashqari o'zimning ham fermer xo'jaligim bor, kichkinagina baliqchilikka mo'ljallangan. Shu mana hozir bir narsani chiqarib sizlarga ko'rsataman. Viloyat hokimi mana buni ko'rib o'zi baho bersin deyman. Mana bu yangi qurilgan bu bizning tilimizda yop dedi ariq zavur suv bilan ta'minlaydigan bizni. Mana bugun 5-may bo'lsa kerak yo 6-may. Mana ariqda 1 gram ham suv kelmayapti. Bu tomonda 2000-3000 gektar yer aholining 2000-3000 gektar tomorqasi hamda fermer xo'jaliklarining yerlari shu ariqdan suv ichadi. Mana sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Men bu narsa bo'yicha bultiram video ko'p chiqarganman. Lekin bulara hech qanday bu ta'sir qilmaydi. Bu boshliqlar o'zlaricha bugun men tuman hokimligiga borsam, tuman hokimi avtobus bilan dedi, komissiya bilan aylanishga ketdi dedi. Tuman hokimi aylanadigan bo'lsa, men shu yerga kelsa bo'ladi-ku. Mana shularni ko'rish kerak. Biz borib turibmiz, lekin prezident aytgandek avtobusda aylanish shart emas. Kelib turib bizning ariza qilgan joylarga mana murojaat bilan chiqdik, prokuror ham ogohlantirdi. Prokuror gapini ham bir tinga olmaydi bular. Yuqoridan viloyat hokimligiga ham chiqdim. Bu yerda bizda qishloq xo'jaligi bo'yicha vakil dedi, qishloq xo'jaligi viloyatdan vakilga ham telefon qildim. Men telefon qilib aytaman degan, mana ko'rib turibsiz. Suvning ahvoli. Endi biz hozir 5-may oyining o'rtasiga kelib qoldi. Endi baliq boqish sezoni ham o'tib ketdi. Biz mana necha kundan beri shu yerda suv yo'q. Suv so'rasak ham hech kim e'tibor qilmaydi. Tuman hokimliklari bu narsalarni ko'rib qo'ysalar, viloyat hokimi, viloyat suv boshqarmasi, suv xo'jalik boshqarmasi. Mana sizga hozir telefon qilamizdan shu nima bilan gaplashamiz. Yana ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana Hazarasov kanaliga geldik. Kanaldaki su normalni. Ne gördünüz?
Men bu yerda hozir bir narsani ko'rsataman, yaxshilab e'tibor beringlar. Yana bu yerda ikki qishloqqa ketadigan ravok bor. Bunda ikki turba, katta turbadan qo'yilgan mana yana ikkita ochadigani bor. Bu tomoni yana O'shar qishlog'i dedi. O'shar qishlog'ina ketib turgan suv ko'rsatamiz yana. Yana normalniy. Yana bu yerda 1,5 ming atrofida gektar yer bor, aholi kamroq yashaydi. Bu tomonda endi mana bu yerda bir ravok bor. Bu Muhammon qishlog'i deydi. Bir joydan oladi suvi. Hazaras qonunda normal suv bor. Aholining noroziligini keltirib chiqarish uchun qasddan qiladimi yo bilim yetmagandan qiladimi bular? Fermer xo'jaliklarini aholiga kub yozganda yilning oxirida baribir shu kubi, ketadigan kubi o'zlarining hayolidan chiqaradimi? Yo o'zi qanday yozishini bilmaymiz, bizga baribir suv solig'ini qo'yadi. Endi bu tomonni mana bu tomonni ko'ramiz. Yana bu tomonda 3000 gektarga yaqin aholi juda ko'p zich joylashgan, hamda fermer xo'jaliklari yeri ko'p. Bu tomondagi nadan bir ravaqdan ketadi. Shuni hozir mana biz telefonda chiqqanimizdagi ozroq ko'paytiribdi, lekin oxirigacha suv oxiriga yetib bormay turibdi. Aholi olib turibdi. Suvi nasozlar orqali pastda bo'lsa, lekin oxirida suv yo'q. Mana ko'rsatdim sizlarga. Oxirida yo'qligini. Nimaga endi masalan tuman hokimligi bugun avtobus bilan aylangan bu yerda komissiya, viloyat komissiyasi bilan avtobus bilan aylanibdi, lekin katta ko'chada aylangan bo'lsa kerakdan, majburiga kelib turib shu narsalarni hal qilsalar, mana biz 3-4 yildan beri qiynalib kelyapmiz. Bir ravaqdan suv ichadigan bo'lsak, bizning Muhammon aholisiga yetmaydi. Muhammon aholisining nomidan mana hech kimni chaqirmasdan bu yil o'zim mana ko'rsatib beryapman. Prezidentimizdan iltimos qilamiz. Shu narsalarga bu tuman hokimliklariga o'rgatish kerak. Oxiri o'zim prokuror bilan gaplashdim. Viloyat boshqarma, qishloq xo'jalik boshqarmasining muavini bilan gaplashdim. Shularning gapini ham qilmasdan ozgina ko'paytirdi, lekin oxiriga suv yetib bormayapti. Buning bu yerda nima qilish kerak degan joyiga o'zim shuni prezidentga iltimos qilmoqchiman. Qishloq xo'jaligi vazirligidanmi? Shu yerga mana yangi suv o'lchagichlar ham qo'yaptilar ko'p joylarda. Mana bizga ham kelib turibdi. O, nima deyotibdi ana suv o'lchab o'tkazadigan nimalar. Mana vatxozning ishi. Tepaga qarasangizlar, ana traktor nimasini yonida yotgan o'lchab elektron o'lchab o'tiradigan asbob degan edilar. Shu bo'lsa kerak. Mana shunda bu bizda yotadi shu narsalar. Shularni qo'yib turib, shuni o'lchab beradigan bo'lsa, gektariga, aholi soniga qarab beradigan bo'lsa, oxirigacha boradi. Iltimos qilamiz. Shuni respublika mutasaddilaridan bizning shu 2 yildan beri men o'zim 2 yildan juda qiynalyapmiz. Suv bormay qoladi. Baribir suv nimasini to'lab kelyapmiz. Aholi ham shunday qiynalib kelyapti. Shuning uchun ham bu nimalarga viloyat hokimligi, qishloq xo'jalik bo'limlari shu respublikadan berilgan suv o'lchagichlari to'g'ri o'lchab berishlarini, to'g'ri hisob-kitob qilishlarini mana prokuror bilan gaplashib oldik. Bu yerda grafik bo'yicha beryapti Abdulla aka. Grafikini tasdiqlasin, biz rozimiz. Bir hafta beradigan bo'lsa, shu grafik qo'limizda tursin. Qaysi kuni ochishimizni bilamiz. Shunga qarab turib, bizlara beriladigan suvi normadagini berishlarini talab qilamiz. Biz respublikadan shuni butun yuqori tashkilotlardan so'rab qolaman. Buni o'rganib turib joyiga qo'yish kerak. Tuman Hazaras tuman hokimligi eng siz bu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Qur aylanib chiqqan bilan ko'chalarni, katta yo'llarda avtobus bilan aylangan bilan ish bitmaydi. Oxir men majbur bo'ldim mana shuni. Bu yil ham bultiram chiqarganman mana ko'rishlari mumkin. Men Qalqon himoya axborot vositalarining raisi hisoblanaman. Shuning uchun ham men o'zimning nimamdan bizni shunday qilsa bular boshqalari mana suv. Mana normalniy kelib turibdi Hazaras ta'minli degan kanalda suv normalniy bor. Agarda shuni normalniy bersalar, ertaga eng hamma narsaga suv kerak vaqtida hozir borib turib, mana shuni oxiriga borib turib, mana shu qishloqqa ketayotgan suv ko'rishingiz mumkin. Borib turib, zey qochadigan kollektorga quyib turibdi shuni oxiri.
Bu tomonda ko'p ketyapti, bu tomona kam ketyapti. Bu xalqqa yetib turib, oxiri borib turib, ziz joylarga quyib turibdi. Men shuni aniq isbot qilib berishim mumkin borib turib. Shu uchun ertaga shuni bir ko'rish kerak shuni. Xalqning bir tomoni qiynalib yotibdi, bir ravaqdan suv ichadi. Katta qishloq, kichkina qishloq ikkita ravaqdan. Kim e'tibor beradi bunga? Shuning uchun so'rab qolamiz buni. Sarvarbek Sammering sen urdim zaparim urib turadi mal to'kib. Bu suvi nechetamiz bugun komissiya kelib aylangan ekan, kelib ko'rmadingizmi? Komissiya? Ha, avtobus bilan hokim ham bor degan gap bo'ladi. Muhammona aylanmadimi? Katta yo'lni oldilar. Katta yo'lni ular ko'rdilar o'zi, katta yo'lda. Hangi Abdulla aka nega qo'l tutdi? Ağım biri Muhammad'da su yok deb men 5-6 günler ular agahlantıraman. Biri geliş o'rnina ulayat sizlerin vekiliniz Serdaram çıktım. Serdar sana çıkıp aytdim. Men su beriş Abdullah'a balıklar o'lyatir deb. Aytdi. Muhammana su berdi, yaxshi dedi. Neçime mindirsizlar? Ben turpaz. Ne? Serdar çıktı mı vilayet vekili? Aytmadı mı? Oğam çıktı. Şundan vermedin su hakkı doğru mu? Hiç ben vermezsem mümkün. Sürücülerini sudan ponni götürüp koyman Abdulla aka. Barıp gördüm sudan bir ponni gütelliğen emez. Kanalının sürücünesi sudan ponni götürüp tuttu. Aldığında su tutturganı yok patbor olup. Tutturganını Patbor bulup, aşağıdaki patbor bulup su tutturdu. ben barıp durup video alıp gelmem onun doğrusu. Beni prokuror bilen gepleştim, sen bilen gepleşti. Eğer ölüp kalsa tülisiler ekin bunu dedi. Şundan keyin bir gemiden olsa şartnama bekar etiş gerek de şartnamanı bize balık vermeyi koyar elek. Bizlere su salığı çıkmasın. Ne diyorsun buna? Yok verem suda kalasa. Kaçan veresin ben düşünmedim. Geçerden yetip varadı. Yok git bana bilen biri çıkmayın duruptuk. Şunca günleri meselelere çıkamam. Nasıldınız işe? Nasıl? Bir de bulmasan için nasıl işi değil, takır yer. Takır yer ko. Gelip ne için görmeyiz ya, gelip göret demedi. 5 Mart aldadın. Bizlere beraber indi. Yine mesela Respublika bunu, indi ben mecburmam bunu Respublika çıkarışıma. Bu ne bu muydu ko? Biltirem. Azaradın kütün baradı bura. Biltirem seni videoya çıkarıp gepleşken ben doğru mu? Bu ne için sen mesela yetkizip vermiyorsan ne için bu halkı etip durup neçe bin gektar yerine hazır şu ekediğin nersesini ekemiydi. Ekken bilen kurup kalışı mümkün. Bulmaydan olsa bunu bulmaydanını kılış gerek. Abdullah aka boladı. Halka ekip oturttuydun. Tamakasına ekip oturttu. Buğdaylardan su arab oturttu. Su verdik biz Abdullah aka. Doğru öyle gösterip veremiz benim olmasam yaxşı. Benim Allah sen hareketin kılaver hakimin hem yine bir gün nesini görsetemiz kuda kalasa aylangan bolsa vilayet aylangan bolsam görsetemiz bir halk göredi şunu aylanıp kimlere yardım beripti. Ya özü aylanıp berip prezident aytkan diye avtobusu birgeleşip kılada işini bileme. Bugün şunu mana jamoatchilikka koyup beremiz şu narsani. Endi bizlar ham jonimizdan doyup ketdik. Ne dedi? Yani jonini o'tgan Tangrini qarg'ab degan narsa bor bizlaring xalqimizda maqol bor bilsang. Benim jonini o'tib ketdi, prokuror ham gapini aytmasangiz sizlar. Hokim viloyat narsani ham qilmasangiz. Gelip ko'ring bo'lmasa. Bugun kelasandan ishori ko'rasan ko'zing bilan. Qani bormi ekan, nasıl ishading deysan menga. Nasıl ishdan suv bormi ekan shu. Nechanchi soat bugun? Xudo xolasa Nechanchi soat bugun? 6-slayt ayına. 6 mayına. 6 mayga 5-de berib men yanglishman. Qara. Endi ne diyecek men? 6 maydan endi balık bo'lmaydi. Men sana su ishidagi taqirligini ko'rsatib beraman. Yani taqir bo'lganini. Abdulla aka kechadan su boradi. Ko'ramiz qani yaxshi. Yine kutamiz kechadan. Yaxshi salomat. Aytdimi? Yana bu yerda balık havuzu endi bu. Tap-taqir yana suvsiz. Yana ozgina suv qoldi shu tepa nelarında. Balıklar ölüp çıkıp turibdi bütün. Bulara baribir bu holatlar bo'yicha yana ayollarimiz ishonmaydi. Suvimiz yo'q. Bizlarga endi suvi bu tomondan olish imkoniyatimiz bor. Tepada kanal o'tgan Zey suv deydi uni. Shundan olishga mo'ljallagan bir yerda nasozimiz bor. Lekin
2 yildan beri mana biz tokumuz, beri tok o'tilgan ham dala shponimiz. Dala shponda toking gelip turishi 120-130. Ha buni bu yerda panel ham qo'ydik. Yaqinda mana sizga uni ko'rsataman, bulturga turganini yaqinda ko'chirdik oxiri. 1,5 yil prezident qavlixonasiga ham chiqdik. Bular hech kim pisand qilmaydi. Tuman hokimligi ham bunga qancha aytsak, prokuror ham e'tibor bermaydi. Bu yerda panellar ham tokkan bo'lgandan keyin ishlamaydi ekan tok paneli. 130 bo'lgandan 180 dan ishlar ekan. Tumanda shunday holatga kelib turibmiz mana. Tuman hokimligi ham bu mutaxassislariga hech tushunmadik. Mana baliqlari ana sakrab turishiga qarang. Havo yetmasdan ko'psi o'lib chiqib turibdi. Mana hozir endi buni qisqaroq qilamiz bugun. Bizni shunday qilsa bular boshqa oddiy odamlar mana bu nimaga prezidentga chiqishi yoki nimaga chiqishi bilmaydiganlari bular vaqti pisand ham qilmaydi. Hozir mana telefonda gaplashamanda sizlar shu suv boshqarmasining tuman vatxozini boshlig'i bilan telefonda narsani qo'yib berishga urinamasizlar bilan gaplashib.